hisslaringizni ochishimiz kerak bo'ladi. Cho'klardan qolgan spazmlarni ham yetish kerak. Bunaqa bo'lib qolgan qomatingizni bundoq qilib normalniy qilib bo'ynalaringizni cho'zish kerak. Ko'krak qafasingiz hozir mana qattiq jo'stkiyda. Har nafas olganingizda ko'krak qafas bundoq ochiladi, yopiladi. Erkin ochilib yopilishi kerak. Sizni xuddi birov mana bundoq qo'lini qo'yib bosib turgandek nafasingiz siqyapti. Tushundingiz? O'sha bosimni olib tashlashimiz kerak. O'shanda erkin ishlaydi. O'shanda mana bunaqa bo'lib qolganingiz ham ochilib qo'yib yuboradi. Mana bunaqa bo'lib qolgan bo'yningiz ham bundoq joyiga qaytadi-da. Ko'krak qafas, nafas yo'llari yaxshi ishlasa, pastdagi ovqat hazm bo'lishi sistemasi ham yaxshi ishlaydi. Keyin umurtqalaringizni ham normaga keltirish kerak. Mana bundoq yig'ilib, mana bunaqa bo'lib qolgan. Uni ham bundoq holatga keltirsak, tanani har bir organi o'zini sog'lom joyida, sog'lom o'rnida tursa, erkin holatda tursa, o'shanda hammasi yaxshi ishlaydi. Ya'ni funksiyalari, moddalar almashinuvlari ham yaxshi ishlaydi, tana sog'lom bo'ladi. Unga hech qanaqa dorini ham keragi bo'lmaydi. Bu ishlar hammasi tabiiy yo'l bilan qilinadi. Umuman og'riqsiz